Xo'p, mana tokni novdasi mana. Voyishda sim bo'ladimi, cho'ki bo'ladimi, ip bo'ladimi? Istagan narsaga bo'ylasa bo'ladi. Mana misol hozir cho'k misolni ko'rsatib beramiz. Mana qo'ydingiz, apparatni olib keldingiz, apparatni bitta ishlatib olamiz. Mana ketdi. Kerakli joydan bo'ylab ketaverasiz. Tagidan ham, ustidan ham ko'ryapsiz. Sekundlarda o'zi ishimiz hal bo'lyapti. Xo'p, mana bu voyishda uzum shoxi mana bunday salqi bo'lib qolsa, qimirlab qolsa, hech qanday buni ziyoni yo'q. Uzum bir oyda ichida o'zi bu voyishga chirmashib oladi. Keyin bular keragi ham bo'lmay qoladi. Bu vaqtincha shamoldan shoxlar sinmasligi, joyi o'zgarib ketmasligi uchun bu yil oxirigacha turadi. Uzum shoxi mana bu qancha semirgan bilan bu qisib qolib ularga zarar bermaydi. Hattoki buni tarang qilib ursa ham bo'ladi. Mana xohlaganday uraverasizlar mana. Mana. Xo'sh, mana bunday qilibdi. Mana tarang qilib ham ursa bo'ladi. Lekin shart emas uncha tarang qilib urish. Mana oddiy mana shu holatda urilsa bo'laveradi. Kuzda keyin bu o'zi quyoshlar urib juda mo'rt shaklga kelib qoladi. Olinadigan shoxlarda bemalol shunday olib tashlanadi. Mana hozir yangi paytida o'zi bemalol olinyapti mana shunday tartibda. Osiladigan atirgullar bo'ladi. Mana buni ham ko'ramiz. Xohlagan narsaga qilsa bo'ladi. Mana tikoni ham qo'lga kirmaydi, xalaqit bermaydi, bemalol mana kattaroq qilib ursa ham bo'laveradi bunda mana turaveradi. Mana hattoki uchlariga ham ursa, uchini o'sishiga xalaqit bermaydi, zarar bermaydi. Uzumni ham boshqa bodring, pomidor yoki mana shu atirgullarni ham. Chunki bu keng bo'lgan shaklda, keng bo'lgani uchun mana bu uchi o'sib ketaversa ham xalaqit bermaydi. Juda ham yaxshi samarali natijaga bo'ladi, xudo xolasa. Pomidor mana. Bu endi kichkina ko'chati. Buni ham masal baylash kerak bo'lsa, xohlagan narsaga baylasa bo'ladi. Ip, yog'och yo boshqa mana. Xohlagan joyidan baylasa bo'ladi. Uchidan baylasa ham bo'ladi. Kengroq qilib baylasa mana misol. Tushib ham qiyshayib ketmaydi. To bu o'rnashib o'sib ketaveradi keyin. Mana shunday o'tib ketdi. Misol mana shu shoxni bu tarafga qarab yo'naltirmoqchi bo'lsak mana. Bo'ldi mana masala hal. Ketdi bu tarafga o'saveradi. Yuqoridan ham olib kelsa bo'ladi, yonboshdan har xil pozitsiyada ishlaydi. Ishlaydi. Bo'ldi masala hal. Qalbaki va sifatsiz uskunalardan ehtiyot bo'ling. Bizdagi bu uskuna eng original va sifatlisi, xudo xolasa yaxshi samarali ishlab beradi. Bu apparatning ehtiyot qismlari, ishlatish tartibi va xarid qilish bo'yicha, xomtok qilish bo'yicha savol yo'llashingiz mumkin. Ilmimiz boricha javob beramiz.